Jins genetikasi oldin o'tgan mavzularimizda Mendel bo'yicha o'rgangan edik. Masalan, katta bir kichkina bir XY degan narsa qo'yilmagan. Nima sababdan ularga XY degan narsa qo'yilmagan? Bugun nimaga mana bunday qilib XY qo'yib ishlayapmiz? Tushuntirib beraman. O'zi organizmning karyotip deb o'sha jami somatik hujayrasidagi ikki to'plamdagi jami xromosoma tushuniladi. Karyotipida ikki xil turdagi xromosomalar farqlanadi. Ular birinchisi autosomalar, ikkinchisi jinsiy xromosomalar. Ta'rifini keltirib o'tganmiz. Autosoma erkak va urg'ochilarda shakli farq qilmaydigan xromosoma. Jinsiy xromosoma esa erkak va urg'ochilarda farq qiladigan xromosomalar shakli. Har bir n to'plamda bittadan jinsiy xromosoma bo'ladi. Karyotip ikki n to'plam uchun hisoblanadi. Demak, ikki n to'plamda odamda 46 ta xromosoma bo'lsa, ikkitasi jinsiy xromosoma bo'ladi. Qolgan 44 tasi autosoma bo'ladi. Va mana bu 44 ta erkak va ayollarda shakli mutlaqo farq qilmaydi. Shuning uchun autosomaga bog'liq genlarni biz harfni uzi bilan belgilaymiz. A, B deb hech qanday X, Y yoniga qo'yish shart emas. Lekin mana bu jinsiy xromosoma erkaklar va ayollarda farq qiladi. Masalan, ayollarda XX bilan belgilanadi. XX bilan belgilanadi ayollar. Erkaklarda esa X, Y bilan belgilanadi mana bunday. Buni shakli farq qilganligi uchun ko'rib turibmizki, jinsni erkak organizmida xromosomalar farqlab beryapti. Agar X xromosomali spermatozoid X xromosomali tuxum hujayrani urg'antirsa, X va X bo'lyapti-da, urg'ochi jins chiqadi. Ya'ni farzand deydigan bo'lsak, qiz bola farzand chiqadi. X xromosomali tuxum hujayraga Y xromosomali spermatozoid borib urg'antiradigan bo'lsa, u o'g'il farzand chiqadi. Ana endi ko'rib turibmizki, biz harf yozamiz genni tepasiga. Allergenlar X xromosomada yoziladi. Allergenlar X xromosomada yoziladi. Umumiy qoida. Y xromosomaga allergen joylashtirmaymiz, chunki Y xromosomani gomologik jufti yo'q Xda. To'g'ri, Y xromosomani ikkita qismi bor. 10-sinfda yangi darsligida Y xromosomani 10-sinfda gomologik qismi bor, 10-sinf va X xromosomaga nogomologik qismi ham bor. Hozircha biz bunday chuqur o'rganmaymiz-da. Dastlabki tushunchalarni hosil qilish uchun Y xromosomaga harf yozmay turamiz, ya'ni gen yozmay turamiz. Bu degani Y xromosomada gen bo'lmaydi degan tushuncha bo'lmasin. Faqat o'sha genning jufti X xromosomada uchramaganligi uchun deb faraz qilamiz. Keyinchalik chuqurroq o'rganganda hali Y xromosomadagi ayrim genlar X xromosomaga ta'sir qilishini ham keyingi darslarimizda aytib ketamiz. Demak, boshlang'ich tushunchalarda autosoma va jinsiy xromosomani farqlab oldik. Endi yana ikkita tushuncha bor. Heterogam jins, gomogam jins. Hetero degani har xil degani, gomo degani bir xil degani. Karyotipda har xil shakldagi jinsiy xromosoma saqlagan organizm heterogam jins deyiladi. Masalan, XY yoki ZW ko'rinishda foydalanish mumkin yoki men bu yerda yozmoqman, keyin bu yerda yozib qo'ydim. X0 bo'lsa ham heterogam hisoblanaveradi. Demak, uch xil shaklda biz darslikda bergan. XY shaklida bo'lishi mumkin heterogam jins, ZW shaklida bo'lishi ham mumkin va X0 shaklida bo'lishi ham mumkin. X0 shaklida bor degani bitta X xromosomani o'zi bor, sherigi yo'q degani. O'sha xromosomaning shakli 0 deb o'ylamanglar, yo'q degani. Ya'ni qaysidir masalan erkagida bitta xromosoma kam, urg'ochida bitta xromosoma ko'p bo'lib qoladi natijada X0 bo'lsa. Uni ham misolda ko'ramiz. Demak, biz ikkita turga bo'lib o'rganamiz organizmlar. Urg'ochisi heterogametali degani urg'ochisining jinsiy xromosomasi XY, X0 yoki ZW. Erkagi gomogametali bo'ladi demak bunday organizmlar. Ya'ni erkagi XX yoki Z bo'ladi. Bularga kiradi qushlar, sudralib yuruvchi ya'ni reptiliya, tangacha qanotlilar, ya'ni kapalaklar, baliqlar va mayda qisqichbaqa simollar. Odamga teskari bo'ladi. Odamlarda va sut yuzuvchilarda drozofillar pashshasini erkagi heterogametali, erkagi XY, urg'ochisi esa XX. Qandalar surat o'ynachilarda erkagida bitta jinsiy xromosoma yo'q bo'ladi, kam bo'ladi. Masalan, qandalarning erkagida 13 ta xromosoma bo'lsa, chunki jinsiy xromosomasi X0, urg'ochisida o'sha jinsiy xromosoma XX bo'lishi hisobiga 14 ta xromosoma bo'lib ketadi. Nenachida ham shunday 23 ta xromosoma bo'ladi nenachini. Nenachidan tashqari chigirtka bor. Chigirtkani yangi Monsen kitobda 24 ta urg'ochida xromosoma,
23 ta erkagida xromosomalar qo'yilgan. Bundan ko'rib turibmizki, ikkita katta guruhga ajratiladi. Urg'ochisi heterogametali va erkagi heterogametali guruhlarga bo'linadi. Biz bular farqlab olishimiz kerak. Masalan, qushda xo'rozni yoz desa, mana bunday qilib z yozishimiz kerak. Tovuqni yoz desa, zw yozishimiz kerak. Drozofilada erkak drozofilalarni yoz desa, shunga teskari bo'lib ketadi. Erkagida har xil bo'ladi. Erkak drozofila XY, urg'och drozofila bo'lsa, mana bunday X deb belgilanishi kerak ekan. Demak, umumiy qoidalar qaysilari erkagi XY, qaysilari urg'ochisi XY deb bilib olish. Birinchi biriga to'g'rilanmayapti. Bo'lishadi, kimgadir tashlab yozib ketsin, men o'zim yozib qo'yaman. Endi umumiy qoidalar shular. Tajribada chatishtirishda ham ko'rib chiqaylik. O'zi jinsiy X xromosomada ham genlar borligini, jinsiy X xromosomada genlar boshqacharoq rasmlanishi Thomas Morgan o'rgangan. O'sha Krassingerda o'rgangan olim, Rossiya xromosom nazariyasini ko'rib chiqqan, tuzib chiqqan olim o'rgangan ekan. Demak, u nima qilgan? Shartli ravishda men qabul qildim. Qizil gamazigota urg'och drozofila, qizil ko'zli gamazigota urg'och drozofilaning majni tasvirlasa. Katta mana XX. Uni erkak oq ko'zli erkak drozofilar bilan chatishtiryapti. X kichkina. Buni birinchi xromosomasini gametasi urug'lantirsa, bitta katta, bitta kichik bo'ladi, XX bo'ladi, ko'zi qizil urg'ochi bo'ladi. XX. Buni birinchisi, buni ikkinchisi bilan urug'lantirsa, XY bo'ladi. Katta. Ko'zi qanday bo'ladi? Qizil. Buni ikkinchisi, buni birinchisini urg'lantirsa, heterozigota xuddi mana bunga o'xshaydi. Qizil urg'ochi. Buni ikkinchisini urg'lantirsa, bu qizil erkak chiqadi, xuddi mana bunday. Ya'ni ikkita urg'ochi nazariy jihatdan va ikkita erkak, hammasining ko'zi qizil. 100% qizil ko'z. Endi shu tajribaga retsiprok chatishtirish qilib ko'raylik. Retsiprok chatishtirish degani nima degani? Birinchi tajribaga nisbatan fenotipi teskari bo'lgan jinslarni chatishtirish. Ya'ni bizning birinchi tajribamizda urg'ochi qizil ko'zli edi, erkak oq ko'zli edi. Endi ikkinchi tajribamizda urg'ochini oq ko'zli belgilab oldikda, erkakni qizil ko'zli belgilab oldik. Erkak urg'ochisining fenotipini nima qilib qo'yishimiz kerak? Almashtirib qo'yishimiz kerak retsiprok chatishtirishda. Men o'zim shunday misolni qabul qilib oldim. Sizlarga boshqa masalada boshqacha tushishi ham mumkin, lekin mana retsiprok chatishtirish qoidasi shunday. Endi mana oq urg'ochi bir xil gameta beradi, mana bu erkak ikki xil gameta beradi. Chunki X boshqa, Y boshqa. Y ga harf yozganim yo'q e'tibor berganimiz. Chunki Y allergeni saqlamaydi deb aytganmiz, to'g'rimi? Y ga harf yozmanglar hozircha. Birinchi, ikkinchi darajali masalada ishlaguncha Y ga harf yozmay o'rganaylik, X ga harf yozmay o'rganaylik. Mana endi buni birinchisi bilan buni birinchisini qo'shsak, mana bu chiqadi qizil heterozigotali urg'ochi. XX urg'ochi deymiz. Buni birinchisi bilan buni ikkinchisini qo'shsam, oq kichkina bor-ku. Oq bo'layotganda oq ko'zli erkak. Buni ikkinchisi bilan buni birinchisini qo'shsam, yana qizil ko'zli urg'ochi. Buni ikkinchisi bilan buni ikkinchisini qo'shsam, yana oq ko'zli erkak. Endi kelinglar, mana bunday savol qo'yilgan deylik shartli ravishda. Umumiy naslning mana shu ikkinchi tajribada. Umumiy naslning necha foizi oq desa, 4 ta nasl bor ham endi o'sha 4 ta nasl. 4 ta 100% deyman. Oq ikkitami? Ikkini x% deyman. Demak, A savolimiz necha foiz chiqadi? 50%. Umumiy naslning necha foizi oq degani, to'g'rimi? Endi B savolda aytilyapti, B savolda erkaklarning necha foizi oq? Erkaklarning necha foizi oq? Ikkita erkak bormi bizda? Endi erkaklarning ichidan so'ragani uchun urg'ochilar olmayman men. Erkaklar ikkita, ikkini 100% deyman. O'zi ikkitasi oq-ku, yana ikkini x% desam 100% chiqar ekan. C savolda urg'ochilarning necha foizi? Aytaylik, urg'ochilarning necha foizi qizil deyapti. O'zi ikkita urg'ochi bormi? Ikkovi ham qizilmi? Ikkini 100%, yana ikkini x% desa 100%. Ya'ni buni proporsiyasini ko'rsatib berdim, tushunib olishlaring uchun o'zi proporsiya qilmasdan ham ikkitadan 2% ni bilsak bo'lar edi. Ya'ni agarda jami nasldan so'rasa, erkak urg'ochini qo'shib 100% deymiz. Faqat erkaklar ichidan so'rasa, urg'ochilarni hisobga olmasdan erkaklarning o'zini 100% deymiz. Tushunarlimi?
Mana shu usullar bilan demak jins genetikasini o'rganishimiz mumkin. Murakkabroq savollar ham bor. Qanday qiladi? Bitta xromosomaga, jinsiy xromosomaga ikkita belgini berib qo'yadi. Masalan, odamda ikkita kasallik bor. Daltonizm bilan gemofiliya. Ikkalasini bitta X xromosomaga biriktirib ishlatishimizga to'g'ri kelib qoladi. Uni holatini ham ko'rib chiqamiz. Jins genetikasi bilan krasnoyarga qo'shilgan masalasini bitta ishlab ko'ramiz. Murakkabroq savol. Sertifikat darajasidagi savol. Odamda daltonizm kichkinada gemofiliya kichkina bilan belgilanadi va X xromosomaga bog'liq belgilanadi deyapti masala shartida. Dominant genlari esa sog'lom, ya'ni belgilab oldik. Katta H normal belgilanib qolgan, kichkina H gemofilik. Kattada rang ajrata oladi, kichkinada daltonik. X xromosomaga bog'liqligi uchun oddiy harf bilan belgilanmoqda X tipasiga va pastiga yozib oldik. Chunki bitta jinsiy xromosomaga bog'liq bo'lsa, o'z bir juft bo'ladi, normal organizmda. Jinsiy xromosoma. Endi qizning otasi gemofilik normal rangni ajratadi. Mana bu qiz bo'lsa, qiz o'zi urg'ochi jinslarni genetikada shajara tuzish usulida dumaloq bilan erkak jinslar turlicha belgilangan. Mana qizning otasi gemofilik, lekin ko'zi normal ko'radi. Shunday belgilanasiz. Onasi esa daltonik, qoni normal iviydi. Mana ona daltonik, qoni normal iviydi. Gamozigotada belgilab oldik. Endi masala shartida gamazigota degan joyni tushirib qoldik men o'zim bo'yi tuzganim uchun. Gamazigota onasi o'sha gemofiliya bo'yicha gamazigota sog'lom deb degan joyini kiritib ketamiz shartiga. Endi mana bundan qiz bola farzand tug'ilishi uchun Y o'tib qolsa o'g'il bola bo'ladi ortida. Demak, ota qiz bolaga X xromosomani bersa mana bunday yoziladi. Onada ikkita X ham bir xil-ku. Kichikda kattaga, kichikda kattaga. Qaysirini bersa ham ahamiyati yo'q. Ona mana bu xromosomani beradi. Demak, o'sha o'rganilayotgan qizning genotipi mana shunday. X xromosoma tayoshsimon shaklga ega bo'ladi. Shuning uchun X xromosoma tayoshsimon deb hisoblangan bo'ladi. Endi yigit ikki belgisi bo'yicha ham sog'lom deyapti. Yigit ikki belgisi bo'yicha ham sog'lom. Shunday yigitlar bo'lishi. Mana X, Y, katta D.